Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xonadoningiz tinchmi? Sotuvchilar, optimchilar hammalaringizga alangali salom. Hozir juda bir mavridi kelgan, juda bir payti bo'lgan futbolkachalarimizni, maykachalarimizni sizlarga havola qilyapmiz. Buni narxi kilosi 50 ming. Bemalol kelib bizdan olib ketaverasizlar. Buni 8 yoshgacha bo'lgan bolachalarimiz uchun detskiy maykachalarimiz bilan mana bu 6 yoshgacha bo'lgan detskiy maykachalarimiz. Bemalol kelib biz bilan murojaat qilib, bizning kanaldan keldik desanglar, o'zimizning skidkalarimiz bor, chegirmalarimiz bor, olib ketaverasizlar. Aziz do'stlar, mana hozirgi futbolkamizning ko'rinishi, maykachalarimiz. Mana 8 yoshlik bolachalarimiz uchun, 6 yoshli bolachalarimiz uchun yozga juda ham ma'qul, narxi kilosi 50 mingdan kelib bizdan srochno olib ketishingizni tavsiya qilamiz. Chunki 50 mingga 1 kilo olsangiz bu 18 tadan oshiq tushadi-da. Ya'ni 18-20 donagacha yetib qoladi bu. Hech qancha buni og'irligi yo'q-da buning kilosini mana. Grami yo'q-da, buni kilosi 50 ming. Bemalol kelib turib bundan bosib olib ketib qolsangizlar, ertaga maktab ochilishidan oldin maktab o'quvchilari ichlaridan oq ko'ylakning ichidan kiyadigan maykacha. Sezoni kelyapti. Hozir ham buni sezoni, bemalol kelib olib tezroq shoshilib kelib olib ketadigan narx bo'lyapti. Agar savdogar bo'lganimda o'zim kelib olib ketib qolar edim. Men bu yerda торговый представитель, ya'ni sotuvchi menejeriman. Shuning uchun bemalol kelib bizdan tezroq olib ketsangizlar bo'ladi. Sotib yuborasizlar hammasini. 5 mingdan sotsangiz ham buni jon deb olib ketishadi. Shuning uchun bizdan tushadigani bo'lsa bu 1-2 mingdan tushadi sizlarga. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mana shu kanalimizda, mana shu roligimiz ostida biz haqimizda ma'lumotlar bor. Telegram kanallarimiz bor. Hammasiga kiring va Telegram kanalimizdagi bo'layotgan o'yinlarni, skidkalar, chegirmalar, ulgurji olgan savdogarlarga o'zimizning skidkalarimiz bor. Ularni hammasini sizlarga aytib o'tganmiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, birga bo'lingizlar. Xayr.